O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 207-sonli farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 20-noyabrdan 20-dekabrga qadar respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning 3-bosqichi doirasida Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Gap shundaki, 2025-yil 24-noyabr kuni soat 13:30larda olingan tezkor ma'lumotlar asosida Buxoro shahrida yashovchi fuqaroning uyida o'tkazilgan tintuv vaqtida yashash xonasida ko'k rangli paketlarga solib qo'yilgan, umumiy og'irligi taxminan 200 grammga teng giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalarni saqlayotganligi hamda 5 tub kannabis giyohvandlik o'simligiga o'xshash vositalarni gidroponika usulida yetishtirayotganligi aniqlangan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu noqonuniy ravishda saqlanayotgan moddalar o'tkir hidga ega marixuana giyohvandlik vositalari hamda kannabis giyohvandlik o'simligi ekanligi aniqlangan. Hozirgi mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi, shuningdek 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.